Organizmni tozalash kerakmi? Aslida u o'zini tozalash kerak-ku degan savollar beryapsiz. Haqiqatdan to'g'risiz, haqsiz. Organizm o'zini o'zi tozalashi kerak. Lekin nima uchun u o'zini o'zi tozalay olmayapti? Organizmda toshlar paydo bo'lyapti, parazitlar, zamburug'lar, infeksiyalar, og'ir metallar. Unda nimadir sabab bo'lyapti-ku, bular hosil bo'lyapti. Organizm esa sog'lom bo'lishi uchun u toza bo'lishi shart. U toza bo'lgandagina u o'z ishini bajara oladi. Biz o'zini o'zi tozalash kerak-ku deb chetdan qarayapmiz. Ukollar olyapmiz, protseduralar qilyapmiz, lekin organizmda salomatlik sari qadam bosilmayapti. Chunki u ishlay olmayapti. Oddiygina tilda aytganimizda ishlay olmayapti. Organizm sog'lom ishlashi uchun unga sog'lom ovqat berishimiz, metabolizm bo'lishi va adqotlar chiqib turishi kerak. Bularni qaysidir buzildimi, demak organizm xohlaysizmi, yo'qmi, ishlay olmaydi. Yana bitta haqiqat bor. Organizm sog'lom bo'lishi yoki kasal bo'lishiga asosiy ikkita sabab bor. Bittasi stress, ikkinchisi qo'shimcha tanada yot narsalarni paydo bo'lishi. Yana yuqoridagi yot narsa o'zi nima? Parazitlar, gijjalar, me'dalar deymiz, to'g'rimi? Bunga e'tibor bermaymiz, hammada bor deb. Lekin u tekinxo'r. Tanangizda kerak bo'lgan narsalarni ular sizga sherik bo'lib yeydi. Zamburug'lar, infeksiyalar, to'g'rimi? Viruslar, og'ir metallar. Aynan shuning uchun ham organizm ishlay olmay qoladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma ishlayotgan narsalarni toza bo'lishiga e'tibor beramiz. Telefonimizni tozalab turamiz, xolodilnigimizni tozalab turamiz. Ular yaxshi ishlashi uchun organizm ham xuddi shunday. Uni ishlashi uchun sharoit yaratib berishimiz kerak. O'zini o'zi tozalashi uchun oddiygina toza suv berishni bilmaymiz. Suv icha olmayman, suv o'tmaydi deb. Lekin u o'zini o'zi tozalashi kerak deysiz. Agar bugun sizda qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, salomatligingizda qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, poliartrit, artritmi, artrozmi, migrenmi, osteoxondrozmi, yuragingizda muammo bormi, organizmingizni tozalashdan boshlashingiz shart. Chunki o'ylab ko'ring, davolanyapsiz, foydasi yo'q. Tanaga har xil ximikatlar berib, uni sog'lom qila olmayapmiz. 10 kun, 1 oy, 2 oy, 3 oy yaxshi bo'lyapmiz, yana shu holatimizga qaytyapmiz. Chunki organizm o'zi ishlay olmayapti. Biz unga yana qo'pol bo'lsa ham keraksiz ximiyaviy narsalarni kiritdik. To'g'ri, bizga tibbiyot kerak. Tibbiyotsiz hech narsa qila olmaymiz. U tez yordam. U sizni to'laqonli sog'lom qila olmaydi. Sog'lom qilish esa o'zingizda. Chunki o'zimizni o'zimiz kasal qildik. Kimdir bizni kasal qilmadi. Bu vaqtda keyingi mavzularda yoritib beraman. Shuning uchun organizmingizni tozalashdan boshlashingiz shart. Demak, parazitlardan tozalanadi, yuviladi, zamburug'lardan tozalanadi, immunitetingiz ko'tariladi va sekin-sekin tana o'zini sog'lom bo'lishga olib keladi. Chunki u ishlay boshlaydi. Ishladimi? Harakat qildimi? Demak, sog'lom bo'la boshlaydi. Agar organizmingizni tozalash kerak degan fikrga kelgan bo'lsangiz, bemalol mutaxassislar nazoratida o'z uyingizda, ishingizdan chiqmay, oilangizdan ketmasdan organizmni sekin-sekin tozalashingiz mumkin. Professional tarzda tozalashingiz mumkin. Bu uchun sizga aynan professional mutaxassislar yordam beradi. Agar organizmni tozalashim kerak desangiz, Telegram guruhimga kiring, guruhni kuzating, o'zingizga qaysidir jihati yoqsa, bemalol konsultatsiyalar olib, organizmni biz bilan birga tozalashni boshlashingiz mumkin.